Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Yangi darsimizga xush kelibsiz. Bugun Xudo xohlasa yangi bir bo'lim desam ham bo'ladi. Chunki bir nechta mavzudan iborat selektorlar bo'limini boshlaymiz. Ya'ni o'zbek tilida tanlovchilar. Tanlovchilarni bir turni ko'rib o'tdik hozirgacha, lekin hali mazmunini tushuntirmadik to'liq. Bu judayam muhim mavzu CSSda. Agar shu bo'limda yoritiladigan barcha mavzularni mukammal o'rgana oladigan bo'lsangiz, ishonavering, CSSda juda ko'p narsani mustaqil qila oladigan bir bilimga ega bo'lasiz. Keling, vaqtni ko'p olmaylik, amaliyotga o'taylik. Xo'sh, har doimgidek papkamizga o'tib olamiz. HTML CSS papkamizga o'tamiz. Bugungi mavzumiz CSS mavzusi. Shuning uchun CSS mavzusiga o'tamiz va bugungi mavzuga bag'ishlab yangi papka qo'yib olamiz. Bugungi mavzumizning nomi, xo'sh, 12-dars. Selektorlar. Bu selektorlar umumiy anaqa mavzuni bo'limni nomi. Bugungi ko'rib o'tadigan selektor turi bu type selektor deb nomlanadi. Qanaqa qilib tushunarli qilib nomlasak bo'ladi? Keling, tip selektori deb nomlaylik. Chunki selektorlarning turlari ko'p. Bugungi ko'rib o'tadigan turimiz bu type selektor deb nomlanadi. Mana qo'yib oldik, papkamizga o'tamiz va har doimgidek ikkita fayl qo'yib olamiz. Bular index.html va styles.css. Xo'sh, ikkalasini ham Notepad++ da ochib olamiz. Bunisi yangi papkamiz, faylimiz. Bu yoqqa o'tkazamiz. Eskilarini yopamiz. Bunisi yangisi. Eskilarni bugungi darsimizda keragi yo'q. Keling, HTML faylimizni bir yo'la brauzerda ham ochib olaylik. Xo'sh, buni yopamiz. Xo'sh, mana bu index.html faylimiz brauzerda ko'rinishi. Hali hech narsa yozilmagan, shuning uchun bo'm-bo'sh. Xo'sh. Har doimgidek birinchi qatorni HTML shablonni kiritamiz. Doctype HTML buni yopib olamiz. Lang, ya'ni til, o'z HTML ichiga ikkita head va body elementlarini kiritamiz. Body noto'g'ri ketdi, to'g'rilab olamiz. Xo'sh, headni ichiga kerakli ma'lumotlarni kiritamiz. Bular meta. Kursimizni boshidan har bitta darsimizni kuzatib borayotganlar buni yaxshi bilishadi nimaligini. Shuning uchun tushuntirib o'tirmayman. Tushunmaganlar bo'lsa oldingi darslarimizni ko'rishni maslahat beraman. Title. Bugungi mavzumizning nomi tip selektori. Xo'sh, va CSS faylimizni bog'lab olamiz HTML ga. Style sheet rf va faylimizning nomi
stylus.css. Mana bog'lab oldik. Nimaga headni oq qilib ko'rsatyapti? Noto'g'ri ketgan nimadir. Linkni yopamiz. Xo'sh, mana yopib oldik. Headimiz tayyor. Keling, ko'rib olaylik. Uni yuklaymiz. Mana type selektori mavzumizning nomi kiritildi. Bizga bugungi mavzumizda ko'p narsa kerak bo'lmaydi. Keling, ikkita div ikkita paragraf elementini kiritamiz. Keling, ularga ozgina tekst ham kiritaylik. Birinchi div qanaqangi tekst bo'lishi shart emas, muhim emas. Ikkinchi tekst. Keling, mana bu yerda span qo'shimcha ma'lumot qavsning ichida. Xo'sh, birinchi paragraf kichik harflar yozaylik va ikkinchi paragraf. Keling, mana buni bu yerga ham kiritaylik. Ikkinchi qo'shimcha ma'lumot deb alohida ajratib olamiz. Keling, spanni yopishni esdan chiqarmaylik. Mana bu yerda ham yopilmagan ekan. Uni yopamiz. Mana bu yerda div yopilmagan ekan. Buni ham yopamiz. Aks holda brauzerda xatolik yuzaga keladi. Mana hamma kerakli ma'lumotlarni kiritib oldik. Tekstlarni, ma'lumot yo'q bu yerda. Xo'sh, mana birinchi div, ikkinchi birinchi div, ikkinchi div. Xo'sh. Mana endi bularga ishlov berishga o'taylik. Keling, oldin selektorlar nimaligini tushuntirib o'taylik. Oldingi darslarimizda CSS turlarimizni ko'rganimizda qisqacha bir tushuncha berib o'tgandik. Ya'ni agar external CSS da yoki internal CSS da HTML faylimizga ishlov bermoqchi bo'lsak, shunaqa muammo yuzaga keladiki, aynan qaysi elementni ishlov bermoqchiligimizni CSS faylimizda ko'rsatib o'tishimiz kerak. Buning uchun bizga o'sha selektorlar, ya'ni tanlovchilar o'zbek tilida yordamga keladi. Aynan qaysi elementga qanaqangi shakl bermoqchimiz. Mana bu yerda keling, divga ishlov beramiz. Div. Bugungi mavzumizning nomi tip selektori, ya'ni elementni turi. Tip o'zbek tilida tur deb tarjima qilinadi. O'sha elementni turini nomini yozib ishlov beramiz. Ya'ni hozirgi misolimizda bu elementimizning nomi, ya'ni turi div. Shu orqali CSS ga ma'lumot beryapmiz. Div elementiga keling, misol uchun color red deb beramiz. Keling, paragrafga ham ishlov beraylik. Paragraf elementiga, ya'ni turiga keling, color green va span elementimizga keling, font white bold qilamiz, ya'ni yo'g'on. Nimadir noto'g'ri bo'ldi. Mana bu yerda xatolik ketibdi. Xo'sh. Mana ko'rib turganlaringizdek, divlarimiz qizil bo'ldi, paragraflarimiz yashil va spanlarimiz yo'g'on shaklga keldi.
judayam oson tushunishga tip selektori, lekin tip selektorida muammo mavjud. Qanaqangi muammo? Manimcha o'zlaringiz ham sezdingizlar. Mana bu yerda misolimizda birinchi div, ikkinchi div, birinchi paragraf va ikkinchi paragraf kiritilgan. Shu o'rinda agar ehtiyoj tug'ilsa, birinchi divni qizil, ikkinchisini sariq yo bo'lmasa birinchi paragrafni yashil, ikkinchi paragrafni ko'k qilmoqchi bo'lsak, tur selektorida bu qiyin, ya'ni tip selektorida buni iloji yo'q, chunki biz agar div deb ko'rsatsak, HTML element faylimizdagi barcha divlarni nazarda tutamiz. Birinchisi va ikkinchisini alohida ko'rsatib, unga ishlov berishni type selektor orqali imkoni yo'q. Shuning uchun bu yerda muammo yuzaga keladi. Divni rangini qizil qil deb, divdagi tekstlarni rangini qizil qil deb ko'rsatsak, bu HTML elementimizdagi ko'rib turganlaringizdek hamma elementlarni, div elementlarini, tekstlarni qizil rangga bo'yab chiqadi. Xuddi shunday span elementimizda ham birinchi spanimizni misol uchun yo'g'on, ikkinchisiga esa keling razmerini 30 piksel qil demoqchi bo'lsak, buni tip selektori orqali qilishni imkoni yo'q. Shuning uchun bizga ikkinchi boshqa selektor turlari yordamga keladi. Bu mavzuni keyingi selektor turini albatta keyingi mavzuga qoldiramiz. Bo'lmasa bugungi darsimiz cho'zilib ketadi. Nasib bo'lsa keyingi mavzumizda klass selektorni ko'rib o'tamiz va hozirgi muammoyimizga qanaqa qilib yechim bo'lishini tushuntirib o'tamiz. Umid qilamanki, tur selektori, ya'ni tip selektori tushunarli bo'ldi, juda ham oson. Shu bilan bugungi mavzumuz yakunlandi. Darsimizga qatnashganlaringiz uchun rahmat. Keyingi mavzuda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.